yozib, bitta yaqin do'stim yozib qoldi. Do'stim, siz ham video olyapsiz ekan, o'zingizni videoga olib internetga joylayapsiz ekan, tanish bilish, o'rtoq yarim oldida bir sal hijolatli emasmi deb qoldida. Endi men unga o'zimni pozitsiyamni tushuntirishga harakat qildim. Sizlar ham o'zingizlar fikringlarni bildiringlar. Balki endi u haqdir. Lekin hozirgi kunda ijtimoiy tarmoq, Instagram, YouTube sohasi pul sarflamasdan katta natijalarga erishish mumkin bo'lgan eng zo'r bizneslardan bittasi bo'lib qoldi-da. Mana misol uchun men hali insta bloger dilimiga o'xshab onamga, singlimga, ukamga bir qimmatbaho mashinalar olib berib, yo bir kvartiralar sovg'a qilganim yo'q-da. Topishim Xudoga shukr yomon emas, lekin hozirgi ishlayotgan ishimda ishlasam, avvalo rizq Xudodan, yaqin 10 yillikda o'zimdan orttirib bunaqa sovg'alar qilishga ko'zim yetmayapti. Mana yaqinda yana bitta bloger o'zini ota-onasiga 2 yil davomida zo'r qilib uy qurib beribdi. O'zbekistonda bo'layotgan ish. Shu uy bitgunicha $600,000, 60 ta pechatda dollar degan. Shuncha pul ketibdi. Endi bitta odam, normalniy ishda ishlaydigan odam umrini oxirigacha $600,000 pul ishlab topa oladimi, yo'qmi-da? Mana yana bitta Tohirov aytaylik, yumaloq video oladigan bola, hamma tanisa kerak uni ham. 6 oy ichida 0 dan 1 million ta podpischi yig'ib qo'ydi Instagramda. Bu degani nima degani? Bu degani hali ham Instagram, buni ijtimoiy tarmoq bo'sh biznesligidan, ya'ni kirgan odam natijaga erishish mumkinligidan dalolat beradi. O'zi mana Instagram, YouTube'larda bitta odam o'tirib olib boshqarmaydi-da. Bu algoritm asosida ishlaydi. Men shuncha kuzatishlarim, izlanishlarimdan tushunib yetdimki, har kuni yangi video joylab tursangiz, Instagram o'zi sizga qilayotgan kontentingizga mos auditoriyani yig'ib beradi. Videongizni o'zi rekomendatsiyaga chiqarib auditoriya yig'ib beradi. Tayyor life hack. Kimda imkoniyati, kimda qobiliyati bo'lsa, qilsin, video olsin, qo'ysin, joylasin, natijalarga erishsin. Mana men ham misol uchun yo'lda ketyapti, mana o'zim Gazel haydayman. Rossiyada mana shunaqa qilib video olib ketaman, qo'yaman. Bo'ldi, qo'shimcha ishdan tashqari ish.